Pichoq kesish bir bilmagan nechinchi darsimiz. Oynadan shunaqa chiroyli gul kesishni o'rgatib beraman. Oddiy pichoq bilan. Saqlang qilib videoni menga obuna bo'lib qo'ying. Hozir o'rgataman. Bunlar do'stlar qarang. Olmani tagidan azmi kesib qoplashingiz uchun olmani kesishni. Limondan anaqasiga oxirgacha kesmasdan to'g'ri pichoqni aylantirib, mana shunaqasiga kesib tashladim. Buni ko'rish. Oxirgacha kesib oldingiz. To'g'ri. Oxirgacha kesmasanglar, bunga o'xshaydi. Endi qarang, kesib oldik. Kesib olgandan keyin bitta tomonidan, mana, bitta tomonini kesib olamiz. Kesib oldik. Mana shunaqa qilib kesib chiqasizlar. Bitta tomoni kesildi. Bu bo'lsa, ikkinchi tomonni ham xuddi shunaqa qilib kesib olasizlar. Mana kesildi. Uchinchi tomonni ham xuddi shunaqa qilib kesib olasizlar. Kesib olganingizdan keyin mana bu tomoni turibdi. Bu tomoni turgandan keyin har bitta tomonni mana bittadan olib, xullas, mana shunaqasiga kesib chiqasizlar. Oddiy qanaqa kessanglar, uy sharoitida xuddi shunaqa qilib kesib chiqasizlar. Bo'ldi, kesdik. Endi buni qo'ydik. Qo'yganimizdan keyin qolganlarini ham xuddi shunaqa ko'rinishda mana kesib chiqaveradi. Kesib oldik. Buni ham qo'yib qo'ydik. Mana. Uchinchisini ham xuddi shunaqa qilib kesasiz. Kesildi. Endi bo'lsa qo'yildi. Endi hammasini birin-ketinlik bilan mana shunaqasiga chiqarib chiqasizlar. Chiqardik.